Assalamu alaykum, aziz qarindoshlar. Hozir dunyoda nihoyatda moda bo'layotgan atalg'ularning birisi yoshirin angning kuchi degan darsimiz keldi. Endi buni bilishdan burun avval angning nima ekanligiga qarab boqaylik. Psixologiya sohasida nihoyatda danglik bo'lgan burun yashab o'tgan olimlarning birisi Sigmund Freud mundaq deb qaraydi. Ya'ni kishining o'zi va atrofidagi ishlarni farq etishidir, xabardor bo'lishidir deydi angni. Yani siz bir ishning farqida, siz bu bir ishdan xabardor bo'lib turyapsiz. Yani ang miyamizdagi idrok, tushuncha, tuyg'u, ko'rganlarimiz va orzularimizni analiz qilib, mantiqli tafakkur qiladigan yeri. Yani bu angda haqiqiy bir mantiqli tafakkur o'tirg'i chiqadi. Biz davomli tilimizda ishim patmay qo'yapman, ishim bek siqilib ketdi. Bu adam doim ishchimdikini toptaydi degandek ishchim degan bu so'zni bekchiq ishlatamiz. Bu ishchim degan nima? Bu ishchim degan dal yoshirin engimiz shu. Endi bu vaqtda Sigmund Freud shu muzdaq nazariyasini o'tirib qo'ydi. Hammalar bilamiz muzdaqninki ko'rinib turgan qismi kichik ko'ringani bilan amaliyotda dengizdan sir nihoyatda cho'nqur yeriga bog'icha yoshirin qismi bor muzdaqning va bu qismlari nurg'un paraxodlarning cho'kib ketishiga sababchi bo'lgan deb qaraldi. Hem Sigmund'un qarashicha shu ang saviyamizda analiz qilayotgan tushuncha, idrokimiz bo'lsa, hamda yoshirin yonimizda nimalar bo'ldi degan chog'da qo'rqinishlarimiz, bir kishilarni yoki bir ishlarni ko'rgan chog'da o'zimizdan nomus qiladigan bir o'y xayollar paydo bo'ldi. Uni biz o'tirg'i chiqara olmaymiz, lekin birdan paydo bo'ldi, o'zimiz hayron qolamiz. Nima o'ylab ketdim deb qolamiz. Degandek shundoq qabul qilib bo'lmaydigan ba'zi orzularimiz degandek o'ylarni yoshirin yonimizda deb o'ylaydi Freud. Mushta nazariyani o'tirib qo'ydi. Hozirgi zamon psixologlari yoshirinlarni eski yomon taraflarimiz emas, balki ba'zi bir qism bostirilgan orzularimiz, ba'zi bir qism yeni o'tirg'i chiqmagan orzu, o'tirg'i chiqmagan o'y xayollarimizni yoshirinlarni bor deb, ham ijobiy taraflarimiz bor deb qaraydi. Endi bizning tilimizda insonning nafsi yamayishlar boshlaydi yoki nafsining shuni talab qildi degandek so'zlarni jiqishiltimiz. Hem bir yoqdan qarsak, yoshirinlar biraz bizning ruhimiz, ya'ni ruh kelimasi o'tirg'i chiqirdi. Endi yoshirinlarning bir qism aloyidliklari qarab boqaylik. Bu aloyidliklar bugungi darsimiz his qilsanglar unchalik darajada ilmiy bir darajaga ko'tarilmagan. Chunki bu psixologlarning bo'lsin, nurg'un kishilarning o'tirg'i qo'ygan shu nimalar bilan, nazariyalar bilan to'lgan bir dars. Endi bu chunki mayli islom olimida bo'lsin, biz ya'ni ruh to'g'risida bizga nihoyatda oz bilimlar berilgan. Faqat insonlar buni hamda nazariya darajasida o'tirib qo'ygan, amaliy turmush tajribalarida ha shundoqkan deb e'tirof qilgan, lekin nimalarda masalan chashqanlarning tajribasi yoki u bu tajribalarni dedik, endi yoshirinlarga nisbatan bunday tajribalar bir qism tajribalar bo'lingan, lekin nihoyatda undayliqi bak ko'zga masalan shu zodi mushtaq bo'ldi degandek tajribalar ko'p bo'lmaganligi uchun buni faqat amaliy turmush tajribalari bilan o'tirg'i qo'ymaymiz. Ba'zi psixologlarning o'tirg'i qo'yishda yoshirinlarning bir qism aloyidliklar bo'lgan. Masalan, yoshirinlar angning buyruqini anglaydi. Sezgilarimizdan kirgan uchurlardan engimiz bir narsani analiz qildi va yoshirinlarga bu buyruqni berdi. Burun shu uzun yillik mal toshish o'rnida ishlaydigan bir odam bor ekan. Bu odam iqtidori bor tir mashinlar bo'ldi. Ashta mashinga yüklerini yetkazib, eng oxirgi yukni yetkazib, tuyuqsizlamış yepilib ketib, bu odam ichida qolib qoldi ekan. Shundoq atroflarini urib, gom urib, nima qildi ekan, jaqiraydi ekan, lekin buni aytib ching yem itilgan bo'lg'achqa, hech kim buni ovozini anglamaydi ekan, bu mashina minib ketdi ekan. Bu mashina bir kunlik yo'lni, 2 kunlik yo'lni mangdi ekan. Mashinaning ichida bu odamga amaliyotda yetarli yemaklik bor ekan. Bundan hiç ensirmisin buldu yemeklikten hiç ensirmisin buldu ama bu adam özünki asasda tonlavatqalıqını his qilgan, tong düşməşini soğalıq üçün. Tonlap bütün əmdi bu adam oylayırken de bu 2 günlük yol oğanken boldu. Mən əmdi bu bağıca hiç kim şişini açmasa, meni ölgünüm şu deyip, eni bu adamga hesabda sen öldün degan buyruqni berdiken. Şu bu adam əmdi mən işomusmuş tamğa, başqalarga men o'zimning qanday o'lganligimni yezib qo'yay deb shu bir to'mirni topgankim shu to'ngtish mashinasinikiy atrof butun to'mirdan nim qilingan shu to'mirga butun yezib chiqirgan meni hozir
qulamning uchidan boshlab to'nglashga boshladi, putamning uchi to'ngildi, ankin to'nglab burunlarimning uchi qanday to'nglab ketdi, badanlarim qanchalik uyushib ketdi deb o'zining butun badani uyushib yoza olgan qadar butun yezib chiqadi ekan. Yozgandan keyin endi 2 kun, taxminan 2 kunga deyman, shu vaqtdan keyin oxirgi bekatga bordi ekan va kishilar eshikni ochgan chog'da bu odamning haqiqatan o'lib qolganini ko'rdi, lekin hammadan bek hayron qoldi ekan. Chunki bu qatimliq to'shishda to'shilg'ini ko'pincha qismi bu qatimliq to'shishda to'shilg'ini asli uzum aroq ekan. Chunki asli bu qatimliq to'shishda to'shilg'ini aroq ekan va bu aroqninki ehtiyojli gradusi 18 gradus ekan va amaliyotda bu to'ng'itish nimasiniki isklatining shu vaqtdagi darajasi hatto 19 daraja ekan. 19 gradus darajasi ekan. Bu odamning o'lib ketishi asli mumkin emas. Ammo bu odamninki eng analizida qanday analiz qildi? Sen bir to'ng'itish mashinasining ichida sen endi balkim yangi chiqqan vaqtida bu odam haqiqatan sovuqni his qilmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu mashina mangan siri to'ng'itish nimasini qo'yib berdi, to'nglaydi, endi men o'laman degandek signallarni yo'shirinanga berganlik uchun haqiqatan shu o'zini to'nglab o'ldim deb his qilib qoldi va haqiqatan shundoq o'lib ketdi. Endi yo'shirinang bisharatniki ta'sirga uchraydi. Bir dongliq nim bor ekan, davoz bor ekan. Davozlarning maharatini bilamiz. Bu davoz davomli ayoliga deyotganda, men qarab turmuş shu og'amchidan mengib yetib tushib ketman. Bir kun og'amchidan tushib ketib o'laman deb davomli qashында deydi. Haqiqatan bir qitimliq nomerda tushib ketib o'ladi ekan va tekshiruvchilar kelib buningga qat'iy bir xil ishingiz kelmay qoldi ekan. Shu vaqtga shu nomer ko'rsatgan o'rindagi shu nomer sharoiti amaliyotda bu davozniki o'zining iqtidoriga nisbatan o'lib ketgandek darajada emas ekan va bu davoz haqiqatan bek yomon ekan. Tushib ketadi ahvolos tutuvog'idek degandek shunday yomon ekan, lekin buningdan bek hayron qilib tekshiruvchilar keyin ayoldan bu davozning davomli o'zi shunday deydiganligini anglaydi. Demak bu davoz o'ziga har vaqt bu shunday bisharatni kirgizib turgan ekanda. Endi tahlil qilinishicha bu davoz o'zining yo'shiringa men bizoda mushadan tushib ketib o'laman degan bir nimani bisharatni kirgizib turgan ekan. Shuning biz buningdan balkim de oldingi misoldan va hozirgi misoldan o'zimiz shunday bir xil titrab ketgan bo'lishimiz mumkin. Men bisharatlarimga diqqat qilsam bo'g'dak, men gap so'zimga diqqat qilsam bo'g'dak deb cho'nglarimiz deydi, og'zimdan soat chiqatmasin degandek. Demak bu yo'shirinni hamma narsani analiz qilmasdan o'ziga qochilganlik sababidan bir kun olmay bir kun insonga ta'sir ko'rsatib qilishi mumkin ekan. Endi yo'shirinning passiv buyruqlarni idrok qila olmaydi. Passiv buyruqlarni ya'ni bu menga passiv buyruq qilyotidi, bu passiv buyruqning yaxshi tarafini o'ylaydi, menda idrok qila olmaydi. Masalan, bir kichik bolaga biz oldiga kamput qo'yib beraylik. Yoki kamput qo'ymagan taqdirda sen tishing yaxshi emas, hozir kamputni yemak, kamput yesam olmaydi, kamput deganni o'ylab qo'yma, tatliq narsani hargiz o'ylama desak, kichik bola bo'libmi? Kichik bolalar biz yo'shirinani so'zlayotgan vaqtimizda siz bekrak yo'shirinani kichik bolaga o'xshatgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, haqiqatan. Chunki kichik bolalarning ong saviyasi yuqori olmaydi, lekin yo'shirinning bekrak kuchli. Yo'shirin ongda bo'ldi jiqroq narsari. Masalan, uning qiliq harakatlari, jiqroq ish harakatlari mush yo'shirindan biroqlam portlab o'tirib chiqadi. Endi bu kichik bolaga bunda kamputni o'ylama desak, bu yenilam kamputni esiga savoldi. Shunaqa. Onunga qaraganda biz bekrak bu bolaga ashni esiga solmaslik uchun biza harakatlari benormal bo'lganda zat kamputlanroq kamput xumarib qolgan bolalar masalan. Ya kamputning jiddiy qiladi degan vaqtda, olmoqlab berayim bolam. Ayliq kitobini ekilar, yakomsizliklar meni o'ynaylik deganga o'xshash. O'ylama qilmadan bekrak nima qilishi kerakligini deb berishimiz kerak bolalarga. Endi yo'shirinning o'tmishdan jiqroq foydalandi. Ya'ni o'tmishda biror bo'lgan ishlar, biror bo'lgan ishlardan kelgan tuyg'ular hozir bir narsani ko'rdi, ba'zi kishilar yo'llarda ketib yetib tuyuqsiz bir odamni ko'rdi, u odamning chiroyi yoki kiyinishlari uningga o'tmishdagi ma'lum bir ishni darrov eslatdi. Demak, bu yo'shirinligimizdan shu ishni qizib chiqdi ekan. Va shu odam shu yo'ldagi to'lmaydigan bir odamga balkim biz madem bunda bir odam jumut degan bir analizga o'timiz, ong saviyamiz. Madem cho'qim yaxshi emas deb. Chunki o'tmishda mush odamga o'xshab ketadigan, ya mush odamniki kiyinish taqdirga o'xshab ketadigan bir odam bizga azar berdi. Amdilikda hozirga kelgan chog'da biz madamga shundoq bir bahona beramiz.
Endi yoshurunanınki bütünlüğü eski o bu dep ketemeyiz. Yoshurunanın qoğdaş, tempionatını saxlaş alaylıkları var. Bunda vaqtda anı ruhsatını saxlamaydı. Yani bu xatarlik ahvalatki ciddi hareketler. Bazı maşallah şunda tuyuqsizlik geldi özünüzü attınız. Yani bazı siz bilip atmaysınız. Keyin dep bersiz. Şunda tuyuqsiz geldi. Ben özümde qanda atqınımını bilmedim. Bir çağda qarsam yolun çete turuptu məni. Onun ki yenimizde mesela özümüzden balısı ketayotgan çağda tuyuqsiz bir yerden çıkıp ketay degan bir vaqtda siz onu ishtikil tutib oldingiz. Bu vaqtda bu bala bu yerden çıkıp ketadi, daral onu manda ketay, anda ketay degan analizdan o'tmaydi insonchu. Buni o'zingiz bilmagan ahvolda tutib oldingiz. Keyin boshqalar shunda deb birimiz ve müştəbiriyə kepat, müşündal tutuapman, nimish şunda tutağının, qanda tutağını bilmedi. Lekin haqiqatan müşündaq tutib oldim deb shundaq so'zlarni deymiz davomli turmushimizda. Andin yoshurunning manfaatini ko'zlaydi, ziyondan qochadi. Buni hammamiz o'zimiz ichimizdagini o'zimiz bilamiz. Davomli deymiz. Hep o'zim qo'yib bersam, asli bunda demaydim. Amal yo'q, shunda dedim, lekin ichimda mushtaq deb ketdim deb. Ko'pincha gaplarni shunda deymiz-ku. Shuningga o'xshash, masalan, avtobuslarda o'tirayotgan vaqtimizda bir odam chiqdi. Ya'ni o'ringa ehtiyojli bir yashangan odam chiqdi. O'zimizga qo'yib bersak, qat'iy o'rin bo'shatqimiz yo'q. Lekin ingimiz bizga nima deb buyruq tushiryotidi? Chaqan qopib, ma o'rinni ma yashangan odamga ber. Chunki u odam sendan bekrak o'tirishga ehtiyojli deb ingimiz bu buyruqni tushadi. Shundan biz xohlamasaqmi qopdik. Shunga nurg'un odamlar nima deydi? Bu odamning yani bek angsiz yoki ang seviyesi tuvan, sapasi tuvan degan odamlar qanday odamlar? Ko'p kitob o'qimaganligi, ko'p ishlarni ko'rmaganligi uchun boshqalarga yordam berishdan qochadi, chiqishlarda o'zining manfaatini o'ylaydi. Demak, bu odamlar shu o'zining ichidagi yoshurun engi yoki o'zining ichidagi nafsi nimaga buyursa shuni qiladi. Ya'ni ang seviyesi yuqori emas bo'lganligi uchun. Hem yoshurundan daral bir o'zgarishlarni hech qabul qilolmaydi, o'zgarishlarni yaxshi ko'rmaydi, o'zgarmaslik uchun qattiq qarshilik ko'rsatadi. Yoshurunni masalan bir paqqaga o'xshasak, paqqi sakrashga o'stidi. Onu bir qaynoq suvning ichiga qo'yib qo'ysak, u daral sakrab chiqib o'zining jinnini qutuldirishi mumkin. Ammo paqqi tajribasini hammamiz bilamiz. Bir qozonning ichiga sovuq suv quyib, paqqini uning ichiga qo'yib, asta-asta qizitsak, paqqa uning qiziqligini his qilolmagan vaqtda beshidilan sekrab ketmaydi, lekin asta-asta qizib butunlay qaynagan vaqtda paqqimi sekrayamagandek darajaga keldi va o'lib ketadi. Ya'ni bu ish tekrarlanavergan chog'da yoshurunimizning qarshiligi oziydi. Anda yoshurunning o'zining qimmatini qattiq qo'g'daydi. O'zining qimmati, o'ziniki shundoq g'ururi, tehditga vijdonning tehditga uchraganligini his qilgan hamon tehditga qarata nacharlashtirish, tuyg'u, tushuncha qiliqlar bo'ldi. Masalan, bir odam sizni nihoyatda tushadi, tuvan ko'rdi. Siz o sorunda, u yerda balkim qarshi chiqolmasligingiz mumkin. Lekin ichingizda unga nisbatan o'shmanlik, achchiq, u odamni ajab nacharkan, u bu deydigan tushunchalar bo'lishi mumkin. Ve şu vaqtning o'zida ba'zi ish harakatlaringiz, qiliqlaringiz bunga nisbatan qarshiliklarni ko'rsatishi mumkin. Yoshurunning shunday holatda insonning qimmatini qo'g'daydi. Yoshurunning hammani o'xshash asli saqlaydi ve asli saqlaganiga qadar hammani bir tayoqda deydi. Ya'ni masalan bizdagi yurtvozlik. Ma'lum bir yurtkilar pokiz emas degan bo'lsak, mush yurtkilarning hammasi pokiz emas deb bir tayoqda deydi. Çünkü bir odamni shunday esimizni saqlab olgan bo'lsak, qolgan shu yurtdan kelgan hamma odamni bir tayoqda haydashimiz mumkin. Sulton Abdulhamid aytganga o'xshash, yong'oqni chiqib yapaqmagan odamlar yong'oqning hammasini xuddi shakollamdaydi deganga o'xshash yoshurunning amaliyotda hamma narsani bir tayoqda haydashni keltirib chiqardi. Shunga ang saviyaning yuqori bo'lishini ta'kidlashimizning sababi shu. İnsanlar qancha kitobni jiq ko'rgan yoki kitobni jiq o'qigan, maktabda jiq o'qigan odam yoki bo'lmasa jamiyatni jiq ko'rgan, davlatlarni jiq ko'rgan, jiq yurt ko'rgan, yurt atlagan ishdan qo'rqmaydigan maqol tamsilimizda bizda jiq narsa ko'rgan odamniki ang saviyasi yuqori oldu ve jiq narsani har nuqtada turib tafakkur qila oladi, analiz qila oladi ve shu narsaning yoshini angimizga tunji inkosiga ham qarab o'tolmaydi. Hozirda ham o'ylaganlik uchun hozirda yashashga tirishadi. Shu yoshurundan o'tmishdan foydalanadi, lekin
kelgusida ancha apilishib ketmaydi. Necha bolalar daryoga bordi ekan va suvdagi bola o'zini ma'zir cho'kib, ma'zir yağandan çöküme, Var ya son çıkacağım annesine bacağı ileriye kadar balçaya dönüyor. Kendini yukarı alamıyor. Hazır qarsanlar mana şu deryadagi şu suvdagi bola hatto chechini yasaydi. Chechinida o'xshab o'zini yağandan çökkendek turib oldi. Zaten dedi abi bak. Chechini o'xshadi. Chechini o'xshadi. Bak duruyor sonra. Bola voy chiqqan bu deb baqiraydi. Chechini o'xshagan Dans etmiş ya resmen bak. Şu an bak saçını oynuyor. Chechini o'xshadi bo'lsa chiqmay turib oldi. Yağandan çöküp ketishlar. Acaba mı kalktırıcı mı geçerdi? Shundan hozir mana daryo. Bak şu an boğuluyor ya yani. Bu bal suvdan chiqmayotgan va oxirida haqiqatan shu suvda o'lib ketayotgan. Nurg'un vaqtlarda chaqchaqdan jaqchaq chiqib qolishining sababi bizning yoshirin ingimiz badanimizni kontrol ko'pincha kontroli ba'zi yoshirin ingimizda deb o'ylaydi psixologlar. Bu shu yoshirin ingimiz biz haqiqatan bo'yimizdan nafsimizdan boshqarilishi bo'lib qolamiz ba'zi badanimiz. Bu shu yoshirin ingimizda bir chaqchaq qilayotgan bo'lsak yoki bir ishlarni bo'layotgan bo'lsak amaliyotda buni bizning badanimiz ya'ni yoshirin ingimiz bu chaqchaqni tushunmaydi. Tushunmagandan keyin bu ish haqiqatda amaliyotga aylanib qolishi mumkin. Ondan yoshirinning har vaqt masala tug'diruvchilar emas. Ba'zi masalalarni hal qildi. Ammo masalani ichimizga silishimiz kerak. Bak ichimizga silib, bak o'ylanib Aşındaq nima qilgan vaqtimizda ba'zida shu ishning ta'siriga ajoyib uchrab ketgan vaqtda bir ishlarni o'ylagan vaqtda balkim bu ishningki javob chiqmay qolishi mumkin. Lekin bir mezgillardan keyin tushishimizda yo bo'lmasa boshqa ishlarni qilayotgan chog'da tuyuqsiz aqlimizga shu lampa yorgandek bir xayollar keldi. Ha deb shu ishning javobini topgan bo'lamiz. Coca-Cola'ning potokisini loyilaguchi odam necha kun o'tirib faqat uning qanday potolkaning loyisini qanday qilsam bo'ladi deb o'ylab esiga ololmaydi ekan, nima qilolmaydi ekan, loyilab chiqarolmaydi ekan. Oxiri bu odamning qiz do'sti yo'qlab kelgan. Shuning bilan bu odam qiz do'sti bilan tomoq yegilmayotgan, tomoq yegilmayib, ana qiz do'stining kiyinishiga qarab, ankin shunda kalisi yurib ketgan. Ha, men Coca-Cola'ni munda loyilasam bo'lgan deb darhol shu yerdan yinib Coca-Cola'nın layisini şu şekilde çıkardı ekan. Ondan şu şekilde çıkardı ekan. Mesela Arximedniki altın tajni ölçüşü degan hikoyani hammamiz bilamiz. Ayni vaqtdagi nihoyatda donliq faylasuf Arximedniki podsho unga oltin tajni o'lchash buyrug'i bergan. Oltin tajim qanchalik ig'irlikda deb uni Şunun bilan bu Arximed qanday qilgandi deb uyiga berib, uyida yuyinish uchun cho'ng nimaga kirganda, cho'ng tangni, suv tangisining ichiga kirgan vaqtda suv teshib chiqib Shuning bilan darhol kiyimini kiymasdan yugurib berib podshoning oldiga men qanday o'lchashni bildim deydi. Shunga o'xshash endi yoshirin yingimizda paydo bo'luvchi yoshirin yingimiz ba'zida bizga shundoq ilhomlarni berdi, shundoq masalalarni hal qildi. Endi shuncha sodda yoshirin yingimizdan nati sodda kichik bolaga o'xshaydiganligini his qildik. Shuncha sodda yoshirin yingimizdan kishilar qanday foydalanayotgandi. Yoshirin yingimizga ba'zi nachar his tuyg'ular kichik vaqtimizda yoshirin yingimizga singib ketgan. Shu nachar tuyg'ularni yoki nachar ishlarni tozlig'i bulamdigandi. İnşallah keyingi soatlik darsimizda bu nuqtada to'xtalamiz. Unda esa hammanglar o'zinglarni asranglar. Allohga emanet.